qora sedana bor-ku. Tushundingizmi? Qora sedanani urug'ini asalga aralashtirib, ertalab kechqurun yoki 3 mahal ovqatdan oldin bir choy qoshiqdan chaynab yeng. Ichingizdagi hamma mikrobni o'ldiradi. Qurtlarni to'kadi. Baquvvat qiladi xullas. Farfarak. Tushundingizmi? Undan keyin ichak shamollashlar hamma umuman kasal bo'lmaysiz. Qora sedana og'zingizdan sasimaydi, вообще. Chunki ichingizdan chiqyapti hamma narsa. Tushundingizmi? Agar bepusht bo'lsa bor-ku, bepusht. Qarang, nima qiling. Qora sedanani urug'i tuyulmagani bor-ku, o'shani 1 piyola. Xo'p deng. Undan keyin yarim piyola qora zira. Zirani qorasi bo'lar ekan. Qora zira. Yarim kilo, yarim piyola ana turpni urug'i bor-ku, o'shani qo'shib yuborasiz. Tushundingizmi? Keyin 2 piyola asal qo'shasiz. Xo'p deng. Tushundingizmi? Ana shuni ertalab kechqurun ovqatdan oldin 1 choy qoshiqdan yeb turing. Вообще baquvvat bo'lasiz. Qo'chqor rosa shoxlang'ich bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Xo'p deng. Shuni qiling, rahmat aytasiz. Qora sedana